1947-yili Britaniya hukmronligidan ozod bo'lgach, Hindiston hududi bo'lindi. Pokiston Kashmirni bosib olishga doimiy ravishda urinib keldi. Bunga esa Hindiston armiyasi qarshi hujum bilan javob qaytardi. 1965-yili aynan shu tufayli ikki davlat o'rtasida urush boshlandi. Pokiston prezidenti Ayub Xon Amerikaning qurol yordamida Hindistonni mag'lub eta olaman deb hisoblardi. Jiddiy ogohlantirish maqsadida Hindiston harbiy havo kuchlari shay holatga keltirildi. Harbiy havo kuchlari Pokistonning barcha rejalarini barbod qildi. Hindistonga ko'plab hududlarni boy bergan Ayub Xon o't ochishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Shunga qaramay, 1971-yili Bangladesh atrofidagi holat tufayli vaziyat yana keskinlashdi. Pokiston Hindiston aviabazalariga hujum qildi. Amritsar aviabazasi 1971-yil 3-dekabr. Bizga hujum qilishdi! Qo'lga olinglar! Tezda! Uzmovia.com'da premyera. Janob, Pokiston qiruvchi samolyotini urib tushirdik. Uchuvchini asirga oldik. Uni East Wing bunkerida saqlayapmiz. Armiya vakillariga ham xabar qilganmiz. Ular tez orada yetib kelishadi. Hozir yetib boraman. Salom janob. Salom askar. Marhamat. Asirga tushgunga qadar askar bo'lgan. Qo'lni yeching. Guruh kapitani K.O. Aqucha. Bo'g'in qo'mondoni Ahmad Husayn. Bu yerda saqlash yoki davolanish bo'yicha shikoyatlar bormi? Jeneva konvensiyasi shaklida ariza topshirishingiz mumkin. Kerak emas. Rahmat. Tamaki so'rasam maylimi? Albatta. Rahmat. Ichimlik ham qo'ying. Yo'q, rahmat. Lekin choyga yo'q demasdim. Eagle Peshawar 9-eskadrilya. Star Strikerni boshqardingizmi? Ha, Bundan tashqari yana hujumlarni rejalashtirganmisiz? urush olib borish qoidalarini unutibsiz. Buni ayta olmayman. Bu sog'liq uchun zararli. Jasorat medalini olgansiz. Pokistonning jasorat medalini Sitara-e-Jurrat 1965-yilda 65-yili yengilgansiz. Yurtingiz mag'lubiyat uchun mukofotlaydimi? 7-sentyabr kuni Sargodxaga hujum yodingizdami? unutib bo'lmaydi. O'sha yerda edim. Ammo 6-sentyabr kuni nima bo'lganini esga olmayapsiz. Qayerda xizmat qilgansiz? Adampur, Jalandhar. Adampurlik yo'lbarsmisiz?
Janob Axuchi, mardligingizni tan olaman. Sargodxagacha uchib borgansiz. Sidara jur'atda aynan nima uchun mukofotlangansiz? Hindistonni misteriyasini urib tushirganim uchun. Bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yil. Adampur. Eskadrilya qo'mondoni Tika Vijaya bilan ilk marta aynan shu yerda uchrashgandim. Yuragi vatanparvarlikka to'la. Tomirda esa uchuvchilarning qoni oqardi. U 65-yilgi urushda burilish yasab, aviatsiya olamini o'zgartira olgan juda mohir uchuvchi edi. Yo'lbarslar, Janob. erkin. G'ururimiz osmon va falaklar tomon cho'zilgan. Burchimiz esa yurtni himoya qilish. Mashg'ulotda o'z qobiliyatlaringizni namoyish eting. Asosiy qadriyatlarimiz esa mardlik, ehtirom, sadoqat va qahramonlik. Har biringizdan aynan shularni kutyapman. Hamma sinovga tayyormi? Ha, janob. Juda soz. Bir-biringizga qarshi sinab ko'ramiz. Mashg'ulotlarni shaxsan o'zim kuzatib boraman. 9:00 da barcha uchuvchilar havoga ko'tariladi. Yodda tuting. Samolyot bilan yakdil mexanizmsiz. Hushyor turinglar. Kutilmagan holatga shay turing. O baroridan kelsin. Parvozingiz oson o'tsin. Havo jangini boshlaymiz. Buqa, o'rdak, ta'qib qiling. 60 soniya ichida nishonga oling. Yo'lbarslar, butun taomnomada tandirda pishirilgan o'rdak. Janob, siz buqasiz-ku, o'txo'rsiz. Jang avjida buqa yo'lbarsga aylanadi. Meni ta'qib qilmang, keyin mehmon qilaman. Sotib olmoqchimisan? Seni tushundim. Jin ursin, men nishondaman. Orqa qaytyapman. Ilvirs, tayyorlaning. Ilvirs, endi seni navbating. Hozir Ilvirsi tezligini ko'rasiz. Yigitcha bo'pti ko'ramiz. Sen esa buqani kuchini ko'rasan. Bo'pti, boshladik. Ilvirs buqaga katta tezlikda yaqinlashyapti. Yanglishdi, mag'lub bo'ladi. Sen uchar Ilvirsmisan? Boshladik. Voy voy! Oh, bo'lish mumkin emas. Qaytarik udaladi. Jin ursin. Nima bo'ldi? Qo'rqib ketdingmi? Shunchaki hazillashgandim. Qo'rqmadim. Unda qo'lingdan kelsa nishondan qoch. Buqani endi qo'ldan chiqarmaydi. Debi Ilvirsga yordam ber. Suvarak, buqani pana qil. 2 ga 2. Bo'pti, endi sen. Bu yana nimasi? Buqa chap tomoningda. Jang qiziganda dushman qarshingda turganda gap sochishga vaqt sarflama. Suvarak qayer? Asosiysi bor e'tiborni jamlash. Seni ortingdaman. Tabiy, u shu yerda. Tabiy, u shu yerda. Suvarak meni ortimda. Pana qil. Ikkingizni ko'rdim. Buyrug'im bilan chapga burin. Shunda. Uni buqadan qutqarding, lekin suvarak tufayli yo'qotding. Yo. Yana ortimda. Qo'lga tushding. Yo'q, chapga. Qo'lga tushding. Janob, meni nishonga olishdi. Nima qilyapsan? Voy! Suvarak, Debi, bir-biringizni nishonga
asirga olish uchun 60 soniya. ...45 soniya qoldi. Bu juda xavfli. Suvarak, juftakni rostladingmi? Davom etamiz. Og'ayni samolyotni xavfga qo'ymayman. Jin ursin. Bo'l. Bo'la qol, o'tol. Ishlat edim, bo'la qol, bo'l. Bo'la qol ishlasangchi. Bo'la qol. Vahimaga tush kerak emas. Bo'la qol. Bo'l! Janob, Debi uni tutdi. Ey, Suvarak! Nima? Yana qo'rqib ketdingmi? Sen hiyla ishlatding. Bu adolatli g'alaba bo'lmadi. Qahvaxonada kim kuchliligini senga ko'rsataman. Ha, albatta, hali ko'ramiz. Suvarak nega shoshib ketdi, ha? Chunki osmonda bosim yuqori bo'ladi, yerda esa yuqori emas. Debi, xavf-xatarni yaxshi ko'rasan. Tavakkal qilmagan yutmaydi-da. Bu oddiy mashg'ulot edi. Debi, sen haqingdagi gaplar rostligini tushundim, og'ayni. Bugun u seni qutqardi yigitcha, lekin keyingi safar Qo'ysangchi, agar Debi bo'lmaganda seni nishonga olardim axir. bahsga chorlayapsanmi? Keyingi safar yutaman. Bo'pti, ko'ramiz. Xo'sh, amreslingga boramiz. Qani Debi, bo'la qol, bo'sh kelma. Bo'l. Bo'la qol, Debi. Qattiqroq. Ular nega bir-biriga qarshi chiqyapti? Mahabbatdagi Arjun va Karanga o'xshashadi. Karan eng kuchli mergan edi, ammo Ma'bud Krishnani erkatoyi aynan Arjun edi. Bo'l. Bos. Qani, Bo'pladi-yu. yigitlar, o'zi qachon bir jamoa bo'lib ishlashni boshlaysiz? Yarim soatdan keyin hammangizni qo'mondonlik xonasida kutaman. 30 daqiqa chaqir qimirlang. Bo'pti, yuringlar. Salom janob. Kiraver. Tayyorgarlik yaxshi ketyaptimi? Hammasi joyda. Vaqt kelib, ular yanada mohir bo'lib olishadi. Bizda aynan vaqt yo'q. Razvedkani hisoboti. Pokiston tajovuzga tayyor. Ular yangi Striker samolyotini sotib olishgan. Tuni kun shug'ullanishyapti. Biz ham samolyotlarga mablag' yo'naltirsak bo'lardi. Bu samolyotlar Amerikaning sovg'asi. Bizda yetarli mablag' yo'q. Yangi samolyot ololmaymiz. Xavotirlanmang. Zarur bo'lganida men va uchuvchilarim tayyor bo'lamiz. Jai Hind. Uchuvchilar, havo jangi davomida yonilg'i tugayotgan bo'lsa, dushman sizni nishonga olgan taqdirda qanday yo'l tutamiz? Eshitaman. Uni ta'qibga olib yo'q qilamiz. Mutlaqo noto'g'ri. Uni ta'qib qilib urib tushirish kerak. Lekin yonilg'i tugasa, samolyotdan ham hayotdan ham ayrilasiz. Ammo u yerdan ketsangiz, keyingi jang uchun hayotni saqlab qolasiz. Har bir samolyot va har bir uchuvchi biz uchun qadrli. Shu bois bu yurtimizdagi eng muhim tamoyil. Yana qo'shimcha qilaman. Bu safar Amerikaning
Star Striker'ga qarshi turamiz. Star Striker hozirgi kundagi eng tezkor va xavfli qiruvchi samolyot. U bizni Misseriyadan 2 marta tezkor. Yuqoriga uchish bo'yicha 4 marta. Bitta stolli qurolimiz o'rniga u ko'p stolli qurol hamda havo raketalar bilan qurollangan. Missiyalarimizda esa bu yo'q. Qisqasi, bu odam boshqaruvidagi raketa. Savollar? Janob, Gapir. bizni samolyotlarimizda unga qarshi turish imkoni bormi o'zi? Nima deysiz? Uchuvchilar g'alaba qozonadi, samolyotlar emas. Gap mashinada emas, balki uni ichidagi odamda. Janob, biznikidan 2 marta tezkorroq va kuchliroq. Strategiyamiz qanday bo'ladi? Bu yoqqa chiq. Bor kuching bilan qattiq zarba ber. Qani, Kechirasiz, janob. bor kuching bilan zarba ber, yo'lbars. Janob, qo'limdan kelmaydi. Zarba ber. Tushundingmi? Kuchim va tezligimni menga qarshi qo'lladingiz. Kuchim zaiflikka aylandi. To'g'ri. Bu straykerlarga qarshi strategiyamiz. Savollar bormi? Yo'q, janob. Bo'shsizlar. Janob, mashg'ulotda ro'y berganlar uchun kechirim so'rayman. Sen tezda chegaradan chiqib ketding. Kechirasiz. Mas'uliyatli bo'lishing kerak. Tez orada ota bo'lasan. Menimcha qiz farzandli bo'lasan. Chunki mohir uchuvchisan. Janob, meni ayolim bor. Hindistonning birinchi uchuvchi ayoli. Gita o'zi yaxshimi? Yaxshi janob, lekin juda ko'p xavotirlanadi. Uni yaxshi bilasiz-ku axir. Bunday qilamiz. Bayramdan oldin uyimga kel. Xo'pmi? Brita bilan gaplashaman. Barchasini muhokama qilamiz. Xo'p, janob. Bo'pti. Brita, tayyormisan? Ha? Bo'la qol. Manu ham kelyapti. Manu? Ha, tabii. Tebida Manuni ko'ryapsizmi? Unga o'xshab juda jo'shqin va oxirigacha boradi. Uningdek telba. Manu tirik bo'lganida mendan ham mohir uchuvchiga aylanardi. Aylanardi. Ukangiz eng yaxshi uchuvchi edi. Ha, xonim. Uchuvchi edi. Ha, quloq sol. Gita ham keladi. U bilan til topishib bor. Hop, Ko'p gaplashmaymiz. Iltimos. bo'pti, kelishdik. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Sog'lomsiz, janob? Qandaysiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Salom. Rahmat. Qizlar, siz bor. Xayr, yaxshi. Ahvollaringiz Xush yaxshimi? kelibsizlar. Salomat Bu bo'ling. yoqqa. Biz ichimlik olib kelamiz. Nima ichasan? Janob, mana bu sizga. Juda kamyob ichimlik. Mazasi sizga yoqishi aniq. Uni qayoqdan topding? Uni doim dadamga sovg'a qilishni xohlardim. Undan keyin meni eng yaxshi ustozimga aylandingiz. Doim sizga o'xshashga urinaman. Men uchun o'rnaksiz. Bu esa men uchun sharaf. Bu ajoyib. Yo'q. Hammadan ham kuchli uchuvchiga aylangan kuning uni ochaman. Xo'pmi? Men sizdan o'ta olmayman. Bilaman. Buning uchun rahmat. Doim xavotirdaman. Aynan nimadan? Tebida. Uni istalgan paytda frontga jo'natishlari mumkin. Gita, askarning rafiqasi undan kuchliroq bo'lishi shart. Aynan shunda u yurtiga qo'rquvsiz xizmat qiladi. Unga biron ko'rhol bo'lsa-chi? O'sha yerda ekanman bo'lmaydi. Va'da beraman. Yeti, sharbat. Hindistondagi dastlabki ayol uchuvchi uchun oldik. Qani? Siz aytib qo'ydingizmi? Oldik.
Yigitlar. General qo'ng'iroq qildi. Hoziroq bazaga. Tezda qaytaman. O'zing ehtiyot qil. Pokiston bugun Axnur hududiga avia zarbani berdi. Hindiston harbiylariga tegishli 4 ta samolyot yo'q qilingan. Bosh vazir Lal Bahadur Shastri tajovuzni qoraladi va Hindiston bunga munosib javob qaytarishini bildirdi. Yashasın Hindiston! Vaziyatni juda yaxshi bilasiz. Tayyormisiz? Ha, janob. Juda soz. Sir, javob zarbasini berish kerak. Shoshmaymiz. Takroriy hujum qilishgandan keyin. Tushundim, sir. Odamlarni yana yo'qotishni kutib turamiz. Ha, xo'ja, buni bilasan-ku. Hukumatga tinchlik kerak. Janob, 3 ta uchuvchidan ayrildik. Hukumatga hali ham tinchlik kerakmi? Jim bo'l. Kechirasiz. Ertaga uchuvchilar bilan birga chegarani nazorat qilasizlar. Ularni kuzatib, hisobot berasiz menga. Chegarani kesib o'tishga ruxsat berasizmi? Vaziyatga qaraymiz. Jangga kirishmang. Tushundim. Xayr, janob. Tongda chegarani nazorat qilamiz. Sandu, Cheterji, hushyor turinglar. Xo'p, janob. Sen ikkinchi uchuvchisan. Xo'p, janob. 8da yo'riqlar, 9da havoga ko'tarilasiz. Savollar? Yo'q, janob. Juda soz. Sevimli erkatoy-chi. Hozir nima deding? Qornim juda ochib ketdi. Janob, qo'shimcha 2 ta yonilg'i bakni o'rnatdim, raketalarni ham. Sutesh daryosi ortida Darbar sohib stansiyasiga borishimiz mumkin. Juda yaxshi tayyorlanibsan. Rahmat, janob. Yo'lbars, tayyormi? Tayyor. Uchishga ruxsat so'rayman. 3-1 yo'laga. Parvozga ruxsat so'rayman. Yo'lbars, ruxsat beraman. Yo'lbars osmonda 600 metr. 4 kanalga ulanyapman. Qabul. Chegara yaqinida hushyor bo'l. Chap tomon obyekt. Yaqinroq boramiz. Bu g'alati, janob. Poyezdlar chegarada turibdi axir. Haqiqatda juda g'alati. Yaqinroq borib ko'ramiz. Chegarani kesib o'tishga to'g'ri keladi. Bunga ruxsat berishmagan. Kesib o'tishni o'zimiz hal qilamiz. Yo'lbars, 300 metr balandlikda uchamiz. Yerdagi faollikni yozib olamiz. Sizni tushundim. Janob, poyezdlarga qurollar yuklangan. Balki biz hozir Yo'q. Jangga birinchi bo'lib kirishmaymiz. yana bitta poyezdni ko'rdim. Kuch to'plashayotganga o'xshaydi. Boshqa qurol-yarog' ombori yo'qligini tekshiramiz. Qarg'alar uchib keldi. Mina uchasan. Boyqush uchadi. Yo yo'lbarsmi? Ovsar, yo'lbars uchganni qayerda ko'rgansan? Janob! Hindlarning samolyoti. Yasroq bo'linglar. Janob, Hindistonning 2 ta samolyoti chegarani buzib o'tdi.
Poyezd bugun chegara tomon ketyapti. Jin Ursin, tabi, tezda yuqoriga ko'taril. Jin Ursin, toplar, tanklar jiddiy hujumni rejalashtirishyapti. Tezda ketamiz. Bu buyruq. Voy, yaramas. O't ochyapti. Javob qaytarish kerak. O'q tegdi. O'q tegdi. Ko'rsatkichlarni tekshir. Hammasi joyida, janob. Uzoqroq turib, hujumga buyruq berishimni ko'r. Tabi, g'arb tomonga 90 daraja. Juda xavfli bo'ldi. Juda qiziq ham. Ortga qaytamiz. O'toj. Jin Ursin, raketalar bizni nishonga olishdi. Bo'linamiz. Keskin o'ngga, keskin o'ngga. Janob, raket yaqinlashyapti. Menga yordam kerak. Samolyotni vaznini kamaytirish kerak. Samolyot nazoratdan chiqib ketyapti. Aytishim bilan yonilg'i bakini tashla. Tayyorlan. Hozirroq tashla. Qo'y. Qaytganingiz bilan sizlar uchun yo'lak tayyor. Yo'lbarslar qaytdi. Rahmat. Mita, har ikki samolyotdagi fotosuratlarni ol. Hoziroq. Xo'p, janob. Tabi'ni samolyotini ta'mirlash kerak bo'ladi. Bajaramiz, janob. Rahmat. Janob. Janob, uyga qaytmayman deb o'ylagandim. Qutqarganingiz uchun rahmat. Rafiqang Gitaga va'da berib qo'ygandim.
o'sha raketani qay tariqa yo'q qildingiz? Buni qanday uddaladingiz? Ularni sensori samolyotni issiq chiqarishiga mo'ljallangan. Issiqlik tomon uchadi. Yuqori harorat manbasi raketani chalg'itib, muddatidan oldin portlashiga sabab bo'ladi deb o'yladim. Aynan shunday bo'ldi. Ha, aynan shunday bo'ldi. Agar bunday raketa portlamagandachi? Qurbon bo'larding. Oilangga medalni jo'natardik. Mana shunaqa. Siz dag'osiz, janob. Bilaman. Boshliq ham shunday fikrda bo'lsin. Keyinroq ko'rishamiz, xo'pmi? Janob. Raketaning sensori samolyotimdan chiqayotgan issiqlik tomon yo'nalgandi. Osonlik bilan unga chap berdim. Kutilmaganda ko'rib qoldim. Nimani? Ahudjon ortidan borayotgan raketani. Keyin ta'qib qila boshladim. Keyin esa u va raketani orasidan o'tib uni qutqardim. U nima dedi? U menga, "Taybi, sen dahosan" dedi. Men bilaman dedim. Aynan shunday dedimmi? Daholigimga ishonmayapsanmi? Men bunday demadim. Menga ishonmayapsanmi? Biroz. Nima biroz? Judayam oz. Judayam oz. Ozgina. Ahoja bu nimasi? Tepani samolyoti zararlangan. Bu razvedka edi. Jangga kirishmanglar deb aniq aytgandim. Janob, birinchi bo'lib jangga kirishmadik. Bunday samolyotlarni ehtiyot qilishimiz kerak. Nega u bu qadar past uchdi? Buning uchun kechirim so'rayman. Unga shunday buyruqni bergandim. Nega? Suratlarga bir qarang. Tebining samolyotidan olingan. Pokiston hamma qurollarni chegaraga ko'chirayotganini ko'rsatib turibdi. Ular hujumga tayyorlanyapti. Birinchi bo'lib hujum qilish kerak. Mumkin emas. Bu oson emasligini juda yaxshi bilasan. Tinchlikparvar davlatmiz. Zo'ravonlikni rad qilamiz. Diplomatiya diplomatlar uchun, harbiylar uchun emas. Bizda vaqt yo'q. Tanlash imkoni yo'q. Oldin fotosuratlarni Dehliga jo'natamiz. Albatta. Buyruqlarini kutib turamiz. Xo'p, janob. Nima bo'ldi? Katta hujumni rejalashtirayotgandik. Rostdanmi? Nega tomosha qilib o'tiribmiz? Chunki biz tinchlikni, ular esa Kashmirni xohlayapti. Kechir. Bunday vaziyatda nima ham qila olamiz? Fikrni o'zgartirishga majburlaymiz. Biz ham hujum qilib, javob bera olishimizni qo'shnilarga ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, rejangiz qanday? Menda reja bor. Aytsam maylimi? Ahoja, men hali ham buyruqlarni kutyapman. Janob, ular fosh etildi. Istalgan paytda hujum qilishi mumkin. Qo'mondonlikdan buyruqni olishimiz shart. Tushundingmi? Kechki 16:00 gacha bir qarorga kelish kerak. Samolyotlarimiz tunda jangga kirisha olmaydi. Ha, buni bilaman. Tayyor turing. Yakuniy qarorimni aytaman. Kutaman, janob. Havo qo'mondonligi bilan bog'la. 1965-yil 6-sentyabr soat 15:50. Tushundim, janob. Rasmlarni ko'rdingizmi? Qanday buyruqni berasiz? Harbiy havo kuchlari shtabidan buyruq kelishini kutamiz. Qo'ng'iroqlar bilan jonga tegib ketishdi. Bas qiling. Xo'p, janob. Qo'ng'iroq qilishdimi? Yo'q, janob. Salom, janob. Salom
Salomatmisiz? Vaqt bo'ldimi? Mita, Ha, hamma uchuvchilarga ayt, dam olsin. xo'p, Ertaga soat 10 da tayyor tursin. tushundim. Ularga xabar qil. Yugur, yugur. Yigitlar, bizga hujum qilishdi. Hamma boshpanaga tezroq. Bo'la qolinglar. Qochdik. Tezroq. Mita! 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 Janob, boshpanaga, boshpanaga! Ankit! Ankit! Janob. Ankit! 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 Turdik yigitlar, hujum davom etyapti. Havoga ko'tarilish kerak. Ketdik. Mita! Mita, bardam bo'l! Mita! Janob, Borib chiroqlarni o'chir. tezroq bo'la qolinglar. Chiroq. Mita! Bardam bo'l. Olg'a, ketdik. Yo'q. Ilvirs, yordam beringlar. Yordam beringlar. Ilvirs, yordam. Sog'misan og'ayni? Ilvirs. Aytganda bu keyingi safar men yutaman deb. Men Yo'q, Ilvirs. Yo'q. janob, Tezda havoga ko'tariling, men pana qilaman. Tezda! Devi, qoch! Yugur! tezroq bo'la qolinglar. Tezda! Ehtiyot bo'l!
dushmanga hujumi davom etmoqda. Hindiston hukumatı voqealar miqyosini hali to'liq anglab yetmadi. Butun mamlakatda harbiy holat e'lon qilingan. Urush boshlangandi. Biz esa bunga javob beramiz. Tinch yo'l bilan hal qilishga urindik. Lekin ularning harakati urushga olib keldi. Ular Kashmirni xohlashyapti. Jang bilan olishga urinib ko'rishsin. Aviatsiya marshali Arun Sinha: "Janob, tong otishi bilan Pokistonning aksariyat aviabazalarini yo'q qiling." Xo'p, janob. Bir qarorga keldik. Ertaga tongda Hindiston tarixga kiradi. Vande Mataram, Vande Mataram. Yo'lbarslar, ularga saboq berib qo'yamiz. Axuja ularga javob qaytaramiz. Bugun quyosh chiqishi bilan Hindiston aviatsiyasi hujumga o'tadi. Islomobod, Nurxon, Sialkot, Faysalobod va Rafiki hammaga hujum uchun nishon berilgan. Yo'lbarslar esa Faysalobodga hujum qiladi. Ularni avia bazasini yo'q qilamiz. Eng muhimi, Straykerlarni. Bu chegara yaqinidagi mo'jaz bazalar xolos. Ularga hujum qilish katta talafot yetkazmaydi. Nima demoqchisan? Straykerlar chegaradagi bazalarga joylashtirilmagani aniq. Nimani nazarda tutyapsan? Pokiston prezidentining o'zi buni aytgan. Nima? Buni eshiting, janob. Barchasiga 30 daqiqa sarflandi. Harbiy havo kuchlarimiz zarbani yo'llab, muvaffaqiyatli tarzda qaytishdi. Bu barchasini isbotlaydi. Prezidentning shaxsan o'zi zarba berib, 30 daqiqada qaytishni buyurgan. 11 ta Striker tomonidan 2 ta aviabazalarga hujum qilingan xolos. Amristar va Adampur. Strikerlar Pokiston chegarasidan havoga ko'tarilganida 10 daqiqada ular Dehlida bo'lardi. Ammo ular chegara yaqinidagi bazalarga hujum qilib, ortiga qaytishdi. Bu esa ular Pokistonning markaziy qismida joylashganini anglatadi. Aynan qayerda? Sargodqada. Ularning eng maxfiy bazasi. Havo kuchlarining yuragi. Unga hujum qilish kerak. Buning imkoni yo'q. Aynan shunday. Ular ham shunday fikrda. Shu bois Amerikaning Strikerlarini shu yerga joylashtirishgan. Shunday bo'lgan taqdirda ham samolyotlarimizga yoqilg'i yetmaydi. Sarkotxonadan qaytishni aytmay qo'ya qolay. Sizga rejamni ko'rsataman. Har biri 400 litrli 2 ta bakni o'rnatadigan bo'lsak, buni uddalaymiz, janob. Ha, janob, biz uddalaymiz. Sargodxa ajoyib imkoniyat. Havo kuchlarining qudratiga barham beramiz. Ishoning. Axuja, bu o'ta xavfli. Tavakkal qilmasak, maqsadga erisha olmaymiz, janob. Yoqilg'ini so'nggi tomchisigacha sarflaymiz. Sargodxa har tomondan tog'lar bilan o'ralgan. Radarlari 200 kilometrdan payqaydi. Baza atrofida joylashgan zamonaviy havodan hujumga qarshi qurollarni unutmang. Axuja, bu o'z joniga qasd qilish bilan teng. Janob, o'z yurti uchun qurbon bo'lish sharafdir. O'z joniga qasd qilish emas. Jim bo'l, Tepi. Sir, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishoning. Menga ishoning. Buni uddalaymiz. Bo'pti. Ammo keyin bundan pushaymon bo'lmang. Bo'ladi. Ro'yxatni tayyorlang. Tayyorlab qo'yganmiz. 12 ta samolyot taxt holatda. Bu esa ro'yxati. Yigitlar, qo'la qoldiring. Xo'p.
Debi, seni ro'yxatga kiritishmagan. Kirsa maylimi, janob? Ha, Ro'yxatda xatolik bo'lganga o'xshaydi. Meni ismim 13-o'rinda, zaxirada qolib ketibdi. ro'yxatni yozganman xolos. Ular bostirib kirib odamlarimizni o'ldirishdi, keyin xotirjam ketishdi. Javob zarbasini berish imkoni tug'ilganda esa meni zaxirada qoldiryapsizmi? Yurtimga sadoqat bilan xizmat qilishimga qo'ymayapsiz. Bunga imkon bering, pand bermayman. Erkin, Biroq xato qildimmi? qarorim o'zgarmaydi. Sizni ustozim deb hisoblardim. Menga aytingchi, bu sizning qaroringizmi? Yo boshqa odamnikimi? Askar, senga hisobot berib o'tirmayman. Bo'shsan. Shu kun uchun butun umr tayyorlangandim. Kunu tun mashq qildim. Vaqt kelib yurtimni himoya qilmoqchi edim. Bu imkoniyatni tortib olishdi. Debi, u buni xohlamagan. Chuqur o'ylab ko'rib, bu qarorni qabul qilgani aniq. Xavotirlanmang. Yigitlar, ketdik. Sizni sevaman. Debi. Debi. Zobitlar. O'tgan tunda Pokiston 28 ta samolyotimizni yo'q qildi. 7 uchish yo'lagi va ko'plab askarlarimizni ham. Atigi 30 daqiqada, lekin kuyinib o'tirishga vaqt yo'q. Pokiston va butun dunyoga Hindistonning qudratini ko'rsatamiz. Hindiston havo kuchlari bugun Pokistonga dastlabki zarbasini beradi. Buning uchun yagona eskadrilya tanlanganini faxr bilan ayta olaman. Bu esa bizmiz va bizning nishonimiz Sargodha. To'g'ri, samolyotlarimiz ularnikiga teng kela olmaydi. Sargodha esa Pokistonning yuragida joylashgan. U yerga borib, ortga qaytishni o'zi jasorat. Lekin imkoniyat bor va undan to'liq foydalanamiz. Dushmanga kimligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Biz kimmiz? Yo'lbarslar! Biz kimmiz? Yo'lbarslar! Yo'lbars hujum qilganida dushmanni bo'ynini sindirib uni nimtalaydi. Va biz ham shunday qilamiz. Hujum qilib nimtalab tashlaymiz. Ichimizda yonib turgan olov bugun Sargodhani kun qiladi. Butun Pokistonni larzaga solamiz. Yodda tuting, yo'lbarslarning maqsadi yurti uchun qurbon bo'lish emas. O'ldirish. Bugun biz tarixni yaratamiz. Tayyormisiz? Ha, janob! Tayyormisiz? Ha, janob! Tayyormisiz? Ha, janob! Operatsiyaning nomi Osmon hukmdorlari. Savollar Yo'q, janob! Demak, Adampurlik yo'lbarsiz. Janob Axuja, jasoratingizga qoyil qolganman. Isteriya samolyotida Sargodhagacha uchib borish mo'jizani o'zi. Sitar-e jur'atda nima uchun taqdirlangansiz? Hindistonning samolyotlaridan birini urib tushirganim uchun. Topshiriqni bajarish uchun 12 ta samolyotda 1 soat 3 daqiqa beriladi. 05:28 da osmonga ko'tarilamiz. Qizil bo'g'indagi dastlabki to'rtlik juft bo'lib uchadi. Yashil va ko'k bo'g'in esa ularning ortida.
soatdan oshirmaymiz. Topshiriqqa kirishgunga qadar aloqaga chiqmaymiz. Aloqani o'chiring. Nishonga yetib borgach, navigatsiya ishorasini ko'rsatib, radioni yoqaman va hujumni boshlayman. Yashil bo'g'in, Yashil qabul qildi. ko'k bo'g'in. Ko'k. Janob, ortuvlarning to'rttaligini ko'rmayapman. Jin ursin. Hujumga tayyorlaning. Janob, Endi topshiriqni 8 ta samolyotda bajaramiz. Buni o'zimiz uddalaymiz. xo'p, sir. Bu kim? Bu kim? Seni bobong Hindiston. Tezroq bo'linglar. Tezroq. Bo'la qolinglar. Qani bo'la qolinglar. Karkidon, radar va raketa qurilmalarini yo'q qil. Striker uchishga tayyorlanyapti. Yaxshi. O't ochyapti. O't ochinglar. Tezroq. Menga o't ochyapti. Pana qilinglar. Ko'rdim, pana qilyapman. Tezroq. Panaga o'tinglar. Ular uchishga tayyorlanyapti. U meniki. Sen yo'lakni vayron qil. Suvarak, bombani tashla. Panaga o'tinglar. Panaga. Uchuvchilar binosini ko'rdim. Turkiya, dispetcherlik punkt senda. U yerda 2 ta striker bor. Tushundim. La'nati. Zarar ko'rmadi. Mustahkamlangan bino. Men ketdim. Bana qilinglar. Menga o't ochishyapti. Ularni yo'q qiling. Tushundim. Ularni ko'rdim. Yaqinlashyapman.
yo'lbarslar. Topshiriq bajarildi. Ularni barcha 11 ta straykeri yo'q qilindi. Endi uyga qaytamiz. Qoyil yigitlar. Ankit, bu sen uchun. Janob. Xush kelibsiz yo'lbarslar. O'limdan qo'rqsangiz, nega xizmatga keldingiz? Hozirroq tushuntirish bering. Nima bo'ldi? Janob birinchi va ikkinchi to'rtlik havoga ko'tarilgach, yo'lagini chang to'zon qoplab oldi. Janob, uchish yo'lagini chang qopladi. Ular uddalaydi degan umiddaman. Yo'lakdagi ofisar kim bo'ldi? Tekshirib kelaman, janob. Janob, bu Tebi ekan. Ikkinchi to'rtlik havoga ko'tarilgach, chang to'zon kuchaydi. Yo'lakni vayron bo'lgan qismini ko'ra olmadik. Samolyotni pachoqlashimiz mumkin edi. Lekin Tebining yordami bilan havoga ko'tarila oldik. Janob, oldindagi to'rtliklar bilan aloqa yo'qolgandi. Navigatsiya chiroqlari yonmasdi. Radioda esa hech qanday ovoz kelmasdi. Siz bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin vaqtni yo'qotib bo'lgandik. Janob, o'rgimchak nosozlik tufayli ucha olmadi. Janob, samolyotda nosozlik. 12-samolyot ucha olmaydi. Manjot tayyormi? Janob, 20-25 daqiqa kerak bo'ladi. Yana bir marta ko'rikdan o'tkazishga majburmiz. Meni samolyotim holatini kim baholadi? La'nat. Ortda xavf-xatar borligini qayoqdan bilib olishadi? Endi qanday ogohlantiramiz? Janob, samolyot uçishga tayyorlanyapti. Bu AI-1307. Tebining samolyoti. Razvedkadan keyin unga zarar yetgandi. To'xtating. Uni hozirroq yerga qaytaring. Xo'p, janob. Tebi, uchishga ruxsat berilmadi. Ucha ko'rma. Janob, uni radiosi o'chirilgan, u bizni eshitmayapti. Buyruq samolyotni almashtirish edi. Uchuvchini almashtirish buyurilmagandi. Jin ursin. Axir u zaxirada edi. Lorens hozir qayerda? O'z xonasida, janob. Nega uni doim himoya qilasan? Doim tartib qoidalarini buzadi. Mashg'ulotda ham, topshiriqlarni bajarishda ham. Bugun ham xuddi shunday yo'l tutdi. Nega uni hali ham chetlatmaganingni tushunmayapman. Umi, hammangiz sog' salomatmisiz? Ha, nima bo'ldi? Tebi qayerda? Uni nima qilasan? Gitaning ko'zi yoriyotganini ayt. Shifoxonaga olib borish kerak. Allo, janob. Gita. Tebi bilan gaplashsam bo'ladimi? Brita bilan shifoxonaga bor. Unga aytib qo'yaman. Xo'pmi? Amol. Ha, janob. Yaqin atrofdagi bazalarga qo'ng'iroq qil. U yerga samolyotimiz qo'ngan yo qo'nmaganini tekshirishsin. Sizni bazangizga birinchi eskadrilyaning samolyoti qo'nmadimi? Biror ma'lumot paydo bo'lsa, darhol xabar bering, xo'pmi? Bironta yangilik bormi?
Yo'q, janob. Bitta Misteriya Sarkotka yaqinida yerga qulagan. Uchuvchi topilmadi. Yashasın Hindiston. Erkin. Janob. Alo. Umi, bolaning otasi qayerda? Birinchi uchuvchi ayoli sog' omon, unga tez ayt. Unga nima ham deya olardim. Debiga ko'z quloq bo'lishni Gitaga va'da qilgandim. Yurtdoshlar, bugun tongi 3:30 da Hindiston va Pokiston o'rtasida o't ochishga nuqta qo'yildi. Armiya va aviatsiyadagi qahramonlarimiz yakdillik bilan harakatlanishdi. Zobitlarimiz askarlarga urush maydonida ham, uni tashqarisida ham birdek boshchilik qilib borishdi. Bundan avvalgi urushda ukam Manuda ayrilgandi. Dabidan ham ayrila olmayman. Bir topshiriq yakunlangach, ikkinchisi boshlanadi. 1965-yilning 7-sentyabrida Hindistonning birinchi eskadriliyasi Pokistonning Sargodha aviabazasiga qarshi zarbani yo'lladi. Quroldoshlari bilan strategiyani ishlab chiqqani va Hindiston xavfsizligini ta'minlagan uchun hukumat qo'mondon Kumar Om Ahujani jasorat medali bilan taqdirlaydi. Biz u bilan faxrlanamiz. Tabriklayman. Yo'lbarslarning barcha uchuvchilari mukofotlandi. Bittasidan tashqari, TK Vijay. U hali ham bedarak yo'qolgan. Aviatsiyada biz hech kimni tashlab ketmaymiz. Pokiston hukumatidan uni topishni talab qilishingizni so'ramoqchi edim. Ahuja, nimani his qilayotganingizni bilaman. Lekin qo'mondon Lawrensning hisobotiga ko'ra, Vijaya tartib intizomga amal qilmagan. O'zini nomaqbul tarzda tutgan, nizomni buzgan. Ha, ba'zida ahmoqlik qilardi. Yaqin do'st edingiz. Lekin do'stlik va burchni aralashtirmaslik kerak. Sizga biror nima kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Tabriklayman, janob. Yuksak sharafga loyiq topilibsiz. Rahmat. Tebigacha. Axir u ham vatani uchun kurashgandi. Lekin siz uni unutdingiz. Yo'q, Gita, aslida Aslida nima bo'ldi? Nega uni hech kim izlamayapti? tez orada biz Oradan oylar o'tib ketdi. Qidiruv operatsiyalari ham o'tkazilmadi. Go'yo hech nima ro'y bermagandek. Siz bo'lsa uni ukamdek ko'raman degansiz. Bunga yo'l qo'ymayman dedingiz. Va'da bergandingiz, men esa ishongandim. men Qo'limdan kelganini qildim deya ko'rmang. Bunga ishonmayman. Iltimos keting. Ikkingiz kirib kelasiz, qo'ng'iroq qilasiz, quruq va'dalarni berasiz. Yolg'on umidlar bilan yasholmayman. Uyimga boshqa kelmang. Tebi haqida xabar topmaguncha. Kechiring, iltimos. 1971-yil 4-dekabr. oilangiz haqida gapirib bering. Otam, onam, rafiqam bor. Farzandim 2ta. Ulardan xavotirdamisiz? Hindistonni misteriyasini urib tushirdim dedingiz.
Bu qanday ro'y bergani yodingizdami? Javob berishni xohlamasangiz, bosim o'tkazmayman. 1965-yilni 7-sentyabrida tonggi 6:12 buni unutib bo'ladimi? Qanday ro'y berdi? Hindistonning 8 ta qiruvchi samolyoti chegara yaqinida qayd etildi. Ularni ta'qib qilib, urib tushirish buyurildi. Hammasini. Qanday samolyot dedingiz? F-104 Striker'da. Lekin barcha 11 ta Strikerni yo'q qilgandik. 12-si haqida bilmasmidingiz? Davom eting. Ta'qib qilayotganimda men tomon uchib kelayotgan samolyotni ko'rdim. Amerikaniki edi. 15 kilometr uzoqlikda uni qayd etdi. Sizlarda esa aniqlash masofasi 2 kilometrga yetadi. O'sha ovsar uchuvchi uni urib tushirishimni hatto payqamadi ham. Janob, 5 soniya. Uni parchalab tashlashim uchun aynan shuncha vaqt kerak bo'ldi. Samolyot yirtilgan varrakdek yerga quladi. uchuvchiga nima bo'ldi? Bu g'aroyib, lekin u g'oyib bo'ldi. Qo'ldan chiqib ketishga ulgurdi. Nega boshqa samolyotlarning ortidan uchmadingiz? Agar ikkinchi uchuvchi ablahlarcha ortimdan o't ochmaganida, Ikkinchi, u yerda yana birontasi bormidi? xullas, yetarlicha aytib berdim. Boshqa ma'lumotlarni aytishni xohlamayman. Sizni bedarak yo'qoldi deb e'lon qilgach, nima bo'lishini bilasizmi? Oilangiz butun umr sizni qidirib yuraveradi. Lekin bunday qilmaysiz. Chunki dushmanda ham or-nomus borligiga ishonamiz. Balki ust-boshimizdagi bayroqlar turlichadir, lekin qadriyatlarimiz umumiy. Meni keyinroq tushunasiz deb umid qilaman. Yaxshi qoling. Omon bo'ling. Tabriklayman. Bu barchamiz uchun katta natija. Pokistonliklarga yana ularning o'rnini ko'rsatib qo'ydik. Menga aytingchi, guruh kapitani, Amritsar sizni qanday qarshiladi? Juda yaxshi. Qanday maqsadda keldingiz? Tabi. Nima demoqchi bo'lyapsiz? Ahmad aytdiki, 7-sentyabr kuni u misteriyaga qarshi turgan. Xo'sh, Bu Vijaya bo'lgani aniq. Uni bayonoti bilan Tabi'ni ishida siljish bo'ladi. Albatta hisobotni o'zgartirsangiz. hisobotimga shubha qilyapsiz. Yo'q janob. Sir Ahmadning so'zlaridan Xo'ja. Ahmad buni o'ylab topgan. Gaplariga ishondingizmi? Vijayani qaytarishga bitta imkon bo'lsa ham bunga ishonaman. U aynan shuni xohlayapti. Unga ishonishimizni xohlayapti. Qaytarish uchun hukumatimiz tiz cho'kib yolvoradi deb o'ylayapti. Ahmad siz eshitishni xohlagan gaplarni aytdi. Haqiqatni aytgan bo'lishi ham mumkin. Aniq dalillarni olmaguncha hisobotimdagi bitta so'zni ham o'zgartirmayman. Diplomatik kanallar qanday ishlashini bilasiz.
Setara Jurrat 1965-yil misteriyingizni urib tushirganim uchun. Uni parchalab tashlash uchun menga 5 soniya kerak bo'ldi. Samolyot yertilgan varrakdek yerga quladi. Uchish yo'lagini vayron bo'lgan qismini ko'ra olmasdik. Debining yordami bilan havoga ko'tarila oldik. O'rgimchak nosozlik tufayli havoga ko'tariladi. Samolyotimdagi nosozlikni kim baholagan? U IA-1307. Debining samolyoti. U g'aroyib, lekin u g'oyib bo'ldi. Qo'ldan chiqib ketishga ulgurdi. Janob Ahmad nima degan bo'lmasin, Debini urib tushirish oson emas. Buni bilasiz-ku. O'rgimchak. Hisobotingda tibbiy 5:40 da havoga ko'tarilganini yozgansan. Ha? Yarim soatdan keyin 6:10 da u Sargodxada bo'lardi. Ammo pokistonlik uchuvchi aytdiki, 6:12 da Sargodxa ustida misteriyani urib tushirgan. aynan shunday. Topshiriqdan so'ng 6:13 da ortga qaytishni boshladik. 6:12 da esa biz taxminan Sargodxadan 100 kilometr uzoqlikda edik. Undan boshqa bironta uchuvchi bunga qodir emasdi. Qo'lidan kelmasdi. Jaravani uchini topdik. Davom etamiz. Ha. Ha, ketdik. Salom Gita. Yaxshimisan? Yaxshiman. Marhamat qiling. Debi haqida xabar bormi? O'tir. Iltimos, ayting. Biz Tebini ko'rgan guvohni topdik. Debi. Janob, uni ko'rsam bo'ladimi? O'sha guvoh. U o'zi kim? U pokistonlik uchuvchi. Asirga tushgan. Demak, Debi haliyam tirik. Uni gaplariga qaraganda shunday. U asirga olinganmi? Oyi. Voy, qizalog'im. Ulg'ayib qolibsan-ku. Ola qol bu senga. Rahmat. Arzimaydi. Sizni suratda ko'rdim. Dadamni do'stisiz. Albatta, dadang bilan do'stmiz. Xuddi dadamga o'xshab uchuvchi bo'lmoqchiman. Noto'g'ri kiyapsan. Mana bunday kiyiladi. Rokini. Uni kiymaslikni tayinlagandim-ku. Bor xonangga qayt. Kechiring, oyi. Iltimos ayting. U asir olinganmi? U haqda nimalar ma'lum bo'lsa? Gita ilk marta u haqda ma'lumot oldik. O'sha uchuvchi orqali hukumatiga bosim o'tkazishga urindim. Biron yangilik bo'lsa, darhol senga xabar qilaman. Iltimos. Gita, umidingni so'ndirma. Olti yil o'tganidan keyin va nihoyat Debi haqida Ahmaddan ma'lumot oldim. Bu izni ortidan borib Debini topishim shart. Sir,
Ahmad tomonidan ko'rsatilgan vaqt va joy samolyotga hujum vaqtiga mos kelyapti. Uning aytishicha, hind uchuvchisi topilmagan. Shunga u tirik bo'lishi mumkin. Ammo Lawrence bu fikrga qo'shilmayapti. Bor umidimiz sizdan. Oxirgi marta urinib ko'raman. Vitse-marshal Narang bilan gaplashaman. Sizga katta rahmat, janob. O'tiring. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Xo'sh. Sen iltimos qilganda unga yo'q deya olmadim. Aytingchi, choy qahva. Rahmat, janob. Eshitaman. Ha, janob. Bu yo'lbars eskadriliyasi uchuvchilarining arizasi. Ha, hisobotlarni o'qiganman. Ularning hech biri Ahmadni Strikerga to'qnash kelmagan. Bu Vijaya edi. Xo'ja, o'tiring. Menga aytingchi. Uchuvchilarning arizasi Ahmadni ko'rsatmalari Vijaya bilan qay tariqa bog'langan? Bu sizni taxminlaringiz. Bu ishni to'laligicha o'rganib chiqdim. Bitta gapni aytaman. Buni vazirlikka taqdim etsangiz o'sha ondayoq rad qilishadi. Qo'shimcha qilmoqchiman. Sizga umuman qarshi emasman, ammo Sinxa iltimos qilmaganda buni ko'rib ham chiqmasdim. Bundan mutlaqo foyda yo'q. Sizga maslahatim, bekorga ovora bo'lmang. Oradan 6 yil o'tdi. Hayot davom etadi. Shuni yodingizdan chiqarmang. Sizga nima bo'ldi? Unutishimni xohlashyapti. Ertaga Ahmadni Pokistonga qaytarishadi. U so'nggi umidim edi. Omi, uchuvchilaringizga doim nima deysiz? Ketmaguncha yutqazmaysizlar. Ahmad ertaga yurtiga qaytadi. Lekin hozir shu yerda. Ozod qilinishingizni ma'qulladim. Lekin o'sha voqeani oxirigacha aytmadingiz. Bironta qo'shimcha qilishni xohlaysizmi? Bilganlarimni aytib berdim. O'z burchim va yurtimga sodiq qolgan holda. Yaxshi qoling. Janob, pokistonlik asir uyiga qaytarib yuborilyapti. Bu borada qanday izoh bera olasiz? Xonim, urush yakunlandi. Pokistonda ham bugun va nihoyat yaqinlarini qarshi oladigan oilalar, farzandlar juda ko'p. Ular o'z o'g'lonlarini ko'rishdan xursand bo'ladi. Aynan shuni aytmoqchiman. Yildan so'ng 1984-yil dekabr. Xayrli tong. Sizga xat bor. Oyi, Londonga doimiy yashash uchun ko'chib ketishga oid ruxsatnoma bir kunda rasmiylashtirilmaydi. Nima bo'lganda ham vaqt kerak. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Xayr, sog' bo'ling. Bindu bilan golf klubiga boraman. Oqshomda qaytaman.
yil davomida biron marta umidim so'nmadi. Aynan shu bois taqdir menga Tebini topish uchun yana bir imkon bergandir. Nima bu? O'qib chiq. Axir bu Muhtaram prezident, 65-yilgi osmon hukmdorlari operatsiyasi davomida yo'lbarslar eskadrilliyasi uchuvchisi TK Vijaya bedarak yo'qolgandi. Sa'y-harakatlarimizga qaramay uning keyingi taqdiri haqida ma'lumot topa olmadik. Sizga yig'ilgan barcha hujjatlar, shuningdek Vijayani holati bilan bog'liq kitobni ham jo'natyapman. Ushbu masalaga oydinlik kiritib, zarur choralarni ko'rishingizni yolvorib so'rayman. Kumar Om Ahuja, Hindiston harbiy havo kuchlarining iste'fodagi kapitani. Yashasin Hindiston. tergov qilinsin. Aytingchi, 65-yili Adampurda bo'lganmisiz? Ha, yo'lbarslar eskadrilliyasidanman. Xo'sh. Vijaya qanday odam edi, aytib bera olmaysizmi? Yaxshi odam edi. Qay darajada yaxshi? Buyruqsiz havoga ko'tarildi, qaytib kelmadi. Oqibatlarini esa biz hal qilishimiz kerak. Vazirlikdan xat olganmiz. Prezident tergovni o'tkazishni buyurgan. Buni o'zingiz hal qila olasizmi? Albatta, janob. Udalaysizmi? Ha, Katta rahmat. janob. Ha? Bizga guruh kapitani Ahuja kerak. Om Ahujami? Ha, janob. Yo'q, yo'q. Butun hayotini shu ishga bag'ishlagan. Uni izlanishlari juda muhim. Ishni tezda yopish imkoni bo'ladi. Bizni vaqtimizni tejay oladi. O'zingiz bilasiz. Zarur ishni bajaring, tushundingizmi? Albatta, janob. Salom Suvarak. Janob, Ishlaring yaxshimi? juda yaxshi, janob. O'zingizda-chi? Hammasi joyida. Bizga siz yordamingiz kerak. Ketdik. Shuncha yillik harakatlaringiz besamar ketmadi. Siz tufayli ish yana ochildi. Buni siz yakunlay olasiz, janob. Har qanday yordamni berishga tayyorman. Chatirji, senga hududlar ro'yxatini beraman. Yaxshi. Bu yerlarga shaxsan borishing kerak bo'ladi. Ruxsatingiz bilan, janob. Eshitaman. Bilasizmi, doim Tebiga havas qilib kelganman. U mendan mohirroq edi. Lekin hozir u yo'qligida men ham bir nimadan ayrilgandekman. Keling, uni birga topaylik. Yaxshi bo'lardi. Tergov surishtiruv komissiyasi.
Janoblar, boshlasak bo'ladimi? Janob Lorens, Sargotka operatsiyasida qatnashgan barcha uchuvchilarni jasorat medali bilan mukofotlashni tavsiya qilgansiz. Vijaya bundan mustasno. Buni qanday izohlay olasiz? O'sha kuni Vijaya qoidani buzib havoga ko'tarildi. Qo'mondonining buyrug'ini bajarmasdan dushman hududiga o'tib ketdi. Chegarani buzib o'tdi. Bu mas'uliyatsizlik va ahmoqlik edi. O'ziga bino qo'ygan edi. Aqldan ozgan desa ham bo'ladi. Bunday odamlarni mukofotlash boshqa barcha jangovar uchuvchilarimiz uchun salbiy namunani ko'rsatish degani. Shuni yaxshi bilish kerak. Janob Axucha, yaxshimisiz? Yaxshiman, janob. Demak, London, Amerika, Fransiya, dunyo bo'ylab sayohat qildingiz. Biron natijaga erishdingizmi? Aynan shunday, janob. Sayohatim katta natija keltirdi. Sayohatim davomida ushbu kitob muallifi Jon Peterson bilan tanishdim. Unga qoyil qoldim. Bundan ko'prog'ini yozardim. Lekin Pokiston hukumati taqiqlagani uchun bunday qila olmadim. Aslida kitobda ko'p ma'lumot bera olmadim. Kitobingizning qo'lyozmasini bera olasizmi? Imkonsiz narsani so'rayapsiz. Bilaman, lekin bu bizga yordam berardi. U Hindistonning misteriyasini 12-bob 112-bet 23-satrda tilga olib o'tadi. Bu sahifaning nusxasi oldingizdagi yig'ma jildda bor. Aytgancha, do'stingiz butun dunyo aviasanoatni o'zgartirishga yordam berdi. Hindistonda tergovni olib borayotganimizda 1975-yili Amerikada ham tergov o'tkazilgan. Eskirib bo'lgan bir samolyot ularning tovush tezligida uchuvchi Striker samolyotini urib tushira olgani juda ajablantirgan. Shu bois tergovni boshlab yuborishdi. Janob Ben, Hind uchuvchisi qay tariqa Strikerni urib tushirganini aniqlaganmisiz? Albatta aniqlaganmiz. Hindistonlik o'sha uchuvchining katta mahorati va qat'iyati tufayli shunday bo'lganini ayta olaman. Hamma gap o'sha noma'lum uchuvchida. Vijaya tufayli shunday bo'ldi. U issiqlikka yo'naluvchi raketalarni aldash mumkinligini aniqladi. Aynan shu tariqa ular infraqizil nishonga olish tizimini ishlab chiqarishdi. Ular Strikerlarni takomillashtirishdi. Janob Ben, o'sha noma'lum uchuvchining ismi aslida TK Vijaya edi. Dassault kompaniyasi misteriyani Strikerlarning qotili sifatida barchaning e'tiboriga havola qila boshladi. Eski samolyotlarni uzoq yillar davomida Isroil, Eron, Iordaniya va boshqa mamlakatlarga sotib Bo'lishi mumkin emas. Lekin Vijaya buni qay tariqa uddalagan? Janob Vijayaning o'zi bu savolimga javob berdi. Shoshmang. Vijaya bilan uchrashdingizmi? Pokiston, Hinduana qishlog'i. Salom xonim. Salom. Ahmadni kitob uchun rahmat. Urush bo'layotgani uchun senga hech nimani ayta olmasdim. Sen haq eding. Dushmanni ham or nomusi bor. O'sha tongda Sargodxadan qaytayotganingizda sizlarni ta'qib qilayotgandim. Meni izimga tushgan Hindiston samolyotini ham payqadim. U tomonga dastlabki issiqlikka yo'naladigan raketani otdim.
paytgacha raketalarimiz nishonni aniq urib kelgandi. Uchuvchi qurbon bo'ldi deb o'yladim. Shu bois Hindiston chegarasi tomon yo'naldim. Uni guruhga yetib olmoqchi edim. O'shanda men aytgan boshqa uchuvchi aslida o'sha uchuvchi edi. Endi u meni ta'qib qilayotgandi. Unga chap berish uchun Strastrikerni tezligidan foydalandim. Keyin esa ortidan yaqinlashdim va hujumni boshladim. zamonaviy va qudratli Strastrikerni dog'da qoldirdi. Xuddiki bu video o'yin bo'lganidek imkoniyat paydo bo'lganda ikkinchi raketani otdim. Uchuvchi qurbon bo'ldi deb yana adashdim. Portlashdan hosil bo'lgan alanga ichidan samolyot uchib chiqdi. Bunaqasini hech qachon ko'rmagandim. Do'sting g'aroyib uchuvchi edi. Agar dushman safida bo'lganida unga ko'plab savollarni bergan bo'lardim, albatta. Qudrating tezlikdami? Endi meni kuchimni ko'rib qo'y. Strastrikerning tezligi menga yoqdi, lekin u buni zaiflikka aylantirdi. Vaziyat qulay bo'lganda u tomon barcha qurollardan o't ochdim. Bu hayotimdagi eng tig'iz va dahshatli jang edi. Lekin u taslim bo'lmadi. Yashasin Hindiston!
tashuvchini hujumidan keyin yurtiga sog'-omon qaytishi mumkin edi. Buning o'rniga u bizni panaga olib, o'zini qurbon qildi. Bu Ahmad Husaynning bayonoti. Agar u o'sha kuni mas'uliyatsizlik, ahmoqlik qilmaganida, barcha buyruqlar, qoidalarni buzmaganida, jasorati uchun mukofotlangan bizdek uchuvchilar uyga qaytmasdik. Xizmat hayotdan muhimroq. Eskadriliyasi, burchi va vatani uchun u o'z hayotini qurbon qildi. Janob, siz esa uni telba bo'lgan dedingiz. Ha, haqiqatda telba edi. Ammo u yurti uchun qurbon bo'lgan telba edi. Aynan shunday sifatlar askarlarni ota-ona, oilani chetga surib, vatanni himoya qilishga turtki beradi. Vijaya xuddi hammamiz kabi o'z yurtini yaxshi ko'rardi. Lekin bu telbalik emas. Vatanparvarlik, fidokorlik. Minnatdorman. Ahuja, Vijayani jasorati uchun mukofotlay olmayman. Lekin bugunoq uni Hindistonning eng oliy mukofotiga tavsiya etaman. Unga o'xshaganlar har kuni tug'ilmaydi. Uzmoviya.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Rahmat. Katta rahmat. Yilning 7-sentyabrida Osmon hukmdorlari operatsiyasi davomida u do'stlarini ta'qib qilayotgan Pokiston qiruvchi samolyotiga qarshi turgan holda katta jasoratni ko'rsata oldi. Bu esa nafaqat operatsiyaning muvaffaqiyatini ta'minladi, balki o'z xalqi uchun qurbon bo'lgan insonning yuksak namunasiga aylandi. Hukumat uning oilasidan 23 yillik kechikish tufayli kechirim so'raydi. Marhum qo'mondon Krishnan Vijayani Hindistonning eng oliy mukofoti bilan taqdirlaydi. Eng mohir uchuvchiga aylanganingni isbotlagan kuningda uni ochaman, tabi. Bugun nafaqat men oldimda, balki butun dunyoni ko'z oldida eng kuchli uchuvchiga aylanding. Sen bilan juda faxrlanaman. Sen uchun. Yo'lbars, seni juda ham sog'mayman. Janob o'z yurti uchun qurbon bo'lish joniga qasd qilish emas, balki bu sharafdir.